BTS yangi albom oldidan spoilerlar bermoqda. Dastlab Taehyung tojli bola tasvirini ijtimoiy tarmoqqa joylagan edi. So'ngra Namjoon o'zini pushti toj bilan ko'rsatdi. Biroz vaqt o'tib, Taehyung xuddi shu tojni qo'lda ushlab, egasi kim deb yozdi. Jin ham ishtirok etib, tojimni qaytar Namjoon, men malikaman deb yozdi. Keyinroq Taehyung yana o'sha tojni joylab, RM va Jinga jang qilib olinglar deb qo'sh qo'ydi. Bularning barchasi ular o'rtasida toj uchun haqiqiy kurashga o'xshardi. Eng qizig'i, ushbu efirda Namjoon "Ha, davr ulug', toj og'ir, qirol bo'lishni istaysanmi?" dedi. Demak, toj shunchaki hazil emasligi aniq. Muxlislar darhol taxminlar qila boshlashdi. Bu yangi albom yoki Crown nomli qo'shiqning spoileri bo'lishi mumkin. Toj mas'uliyat va yetakchilikni ifodalashi mumkin. Axir RM ilgari aytgan edi-ku, toj kiygan bosh og'ir deb. Ba'zilar buni shunchaki muxlislarga e'tibor deb hisoblashadi. Ammo BTSda hech narsa tasodif bo'lmaydi. Shu bois toj kelajakdagi konseptning bir qismi bo'lishi mumkin. Toj yangi kambekka ishora qilyaptimi yoki shunchaki ular orasidagi hazilmi?